Bayram tadbiri Xalqlar do'stligi san'at saroyida ko'tarinki ruhda davom etdi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabat bilan yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Bugun Prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni tabriklarini eshitdim. Bundan juda ham boshim osmonga yetdi. Va u kishini yana bitta aytgan so'zlari bizning muddatli harbiy xizmatchilar bizning vatanimizni qo'riqlashning kalitidir degan so'zlarni aytib o'tdi. Bu bilan biz yangi yosh bizga kelayotgan harbiy xizmatchilarni tarbiyalashda ularni yanada kuchliroq yo'naltirishga harakat qilishimiz zarurligini anglab yetdik. Chet davlat armiya o'yinlari musobaqalarga ishtirok etishni boshlaganmiz. Shu qatorda men o'zim ham bunday musobaqalarda ko'pchilik qatnashdim va oliy o'rinlarni qo'lga kiritdik jamoa bilan birgalikda. Mana shu xizmatlarimizni yuksak baholagan holatda bugungi kunda menga ham jasorat medalini taqdim etishdi. Vatan himoyachilari kuni munosabat bilan o'tkazilayotgan ushbu konsert dasturi yurt o'g'lonlariga bo'lgan e'tibor va ehtiromning yaqqol ifodasidir. Davlatimiz rahbarining tabrigida ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda shaxsiy tarkibning tayyorgarlik darajasi, harbiy xizmatchilarning kasbiy, intellektual va ma'naviy salohiyati izchil yuksaltirilib borilmoqda. Qurolli kuchlarimiz zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika bilan bosqichma-bosqich ta'minlanmoqda. Yoshlar o'rtasida harbiy xizmatga qiziqishni oshirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, xalq bilan armiya o'rtasidagi mustahkam birlik va jipslikni yanada kuchaytirishga qaratilgan samarali ishlar davom ettirilmoqda. Oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan bizga yaratib berilgan imkoniyatlar uchun biz katta tashakkurlar aytamiz. Davlat mukofoti Oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan menga berilgan va bu menga 2 karra yana mas'uliyat o'zimga yuklatildi. Men shunday oliy mukofotga loyiq ko'rilganimdan mingdan xursandman va bu mukofotni oqlashga serjantlar nomidan va'da beramiz. Biz ayollar ham erkaklar bilan yelkama-yelka turib, vatanimiz himoya qilishga ont va qasam ichganmiz. Prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek, ayollar ham erkaklar kabi mard va jasurdir. Yurtimizni qo'riqlashga doimo biz shaymiz. Davlatimiz rahbari tabrigidan keyin biz yangi mas'uliyatlarni yanada yelkamizga oldik va shu mas'uliyatlarga qarab qadam qo'yamiz va shu mas'uliyatlarni oqlaymiz. Bizga bergan ishonchini oqlaymiz degan umiddaman. Sporting karate sohasi bilan shug'ullanaman. Jahon chempioni, Osiyo chempioni 4 karra bizga yaratib bergan shart-sharoitlardan prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Men juda ham xursandman. Bu biz uchun 2 karra bayram, ham harbiy ham sportchi bo'lish o'ziga yarasha mas'uliyatni va o'ziga yarasha g'ururni bag'ishlaydi. Va bugungi bayram bilan butun harbiylarimizni tabriklayman, chunki ular o'z osoyishtaligini bizani qo'riqlashga, yurtimizda osoyishtalik saqlashga almashtirishgan. Ular uchun chuqur ta'zimdaman. Biz endi sport sohasida yurtimiz sharafini chet el maydonlar, arenalarda qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin shunga yarasha O'zbekistonda ham o'zimizga yarasha mas'uliyatli ishimiz bor. Bu o'sha yoshlarni davlatni sevish, uni qo'riqlashga, patriotizmni rivojlantirishga xizmat qilish deb o'ylayman. Tantanali marosim katta bayram konsert dasturi bilan davom etdi. Vatan ulug'lovchi kuy-qo'shiqlar, harbiy orkestrlarning chiqishlari kechaga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Sahnadagi badiiy chiqishlar va tayyorlangan maxsus videorolik orqali o'zbek askarining jasorati, oilasiga sadoqati va vatanga bo'lgan muhabbati yuksak mahorat bilan aks ettirilgan.